Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik liseyida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil topganligining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Mazkur tadbir yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ijodiy va intellektual salohiyatini namoyon etish, shuningdek ta'limdagi yutuqlarni e'tirof etish maqsadida o'tkazildi. Tadbir davomida ijodga qiziquvchan yoshlar ishtirokida vatanparvarlik ruhidagi ashula va raqslar, sahnaviy hamda ko'rgazmali chiqishlar namoyish etilib, yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Shuningdek, bir qator fanlardan yuqori natijalarga erishgan o'quvchilarning ota-onalarida ushbu bayram tadbiri katta taassurot qoldirdi. Bundan tashqari, umumta'lim fanlari bo'yicha milliy sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilarga hamda ularning ota-onalariga minnatdorchilik bildirildi. Bayram tadbiri ko'tarinki ruhda o'tib, yoshlar qalbida vatanga sadoqat, mas'uliyat va fidoyilik tuyg'ularini yanada mustahkamladi.